Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, baliq ishqibozlari. Mana bugungi holat 28-aprel holatiga ko'ra bugun ham sal suvimiz loyqaroq. Baliqlarimiz lekin juda ham aktiv ko'rishlaring mumkin. Kecha aytganimdek o'sha 16 metr distansiyaga qo'ygan hisobiga mana yo'qlagan otyapti, ana karmushka yemni. Mana bemalol ko'rishlaring mumkin qanaqa holatda, aktiv holatda baliqlarimiz. 70 mingta baliq. Endi buni ko'p ekan, bu ko'l uchun ko'p ekan. Endi biladigan baliqchi akalar 20 yillik tajribalari bor akalar buni hududiga qarab 3 gektar chiqmaydi, faqat kamroq bo'lsa kerak. 70 mingta ko'p, iloji boricha 3 ga yo 4 ga bo'lish kerak degan maslahatda berishdi. Shunga bu tomonda yana ko'llarimiz tayyorlanyapti. Xudo xolasa ko'chiramiz. 20 mingtadan maksimalni 3 ta ko'lga qilib ko'chirmoqchi bizlar. Shunaqa holatda boqamiz keyinchalik. Mana hozirgi holat mana shunaqa aktiv holatda. Suvimiz faqat sal loyqaroq. Yeyishi lekin juda ham yaxshi. Kislorod yaxshi holatda ekan hozir. Kislorodda muammosi yo'q ekan.